Men 88 yoshliman. O'g'lim yordamga muhtoj operatsiyaga. Shunaqa mazasi yo'q, oyoq qo'li ishlamayapti. Amin. Alloh akbar. Men kecha bir videoyingizni ko'rib qoldim deng. Shunga siz oldingizga bir yaxshi bozorliklarning zo'rini qilib keldim deng. Shu bozordagi eng yaxshi qaymoqlargacha, go'shtlargacha hamma narsalarni ko'tarib keldim deng. Shu yoshingizda ozgina qiynalib, siqilib qolibsiz, onajon. Biz shunaqa yaxshi ishlar qilib yuramiz deng. Qattalar o'g'lingiz ichkaridamilar? Kiramizmi? Yuring, yo'l ko'rsating. Assalomu alaykum. Nima bo'ldi? Nima kasal o'g'lingiz? O'rnida grizami nima? Minnasadada uni aytdi, operatsiya qilib qilarkanmi. Endi bilmadim. Shunga qanchalikni necha pulligini necha ming dedim, bir baland man tushunmadim. O'sha bo'lsam o'lim tikka yiqqani tamom bo'ldi. Ha, o'lim tikkizga yiqqan pulingiz ham ketdi. Ha, ketib bo'ldi. Mana bu yerda 10 million so'm pul. Bu meni pulim. Shaxsiy pulim. Menga navoiy aytish bo'yicha 35 millionga yaqin litsenziyaga pul kerak dedilar. Qolganini hissa qo'shmoqchi bo'lganlardan yig'ib beramiz qo'limizdan kelgancha onajon. Bu yog'ini ham 1-2 kundan keyin men kelaman. Holatlari shunaqaki, mana shu o'g'illari o'zlari qaragan ekanlar onaxonga shu kungacha. Endi o'zlarini bo'yinlarida grija holati, mana dokumentlari ham bor, anaqalari ham bor. Operatsiya qilish kerak ekan. Meni boquvchimga, meni boqasi. Kelinglar, yordam beringlar, men raqamlarni qo'yaman. Bu raqamlar navarlarning raqami. Mabodo uylariga kelib, onaxonni o'zlariga atagan ehsoninglar bo'lsa, raqamga telefon qilasizlar, lokatsiya tashlab berishadi, kelib yordam qilinglar. Men 1-2 kunda kelaman. Aka, yaxshi bo'lib qoling siz ham. Sog' bo'ling. Xo'p, yaxshi bo'lib qoling. Keling onajon, keling. Qani bismillah. Hop. Orzga shukr. Hali kelaman yana, hali kelaman. Siz tashlab qo'ymaymiz. Menga ergashgan. Xo'p, boy ukalarim bor. Toshkent sotib oladigan ukalarim bor. O'shalar telefon qilishadi, xudo xolasa sizga. Men sababchi bo'lib qolaman. Rahmat. Xo'p, onajon, xo'p. Siz raqamingizni qo'yib qo'yaman. Hurmatli do'stlar, mana shu Oquy mahallasi 28-uy. Mana shu seri darvoza lokatsiyasi mana shu raqamda bo'ladi. Kim agar onaxonni ko'rgani kelmoqchi bo'lsa, kim shu onaxonga ehson qilmoqchi bo'lsa, shu sinimiz borlar, navaralari raqamga telefon qilasizlar, ataganinglar bo'lsa o'zlarining qo'llariga berib ketasizlar. Hammamizdan aytgan rozi bo'lsin.